Hammamizga ma'lum, Abdukerimxonning itotlari nayda turmush bo'lg'achqa xalqimizga bakmi yaquda deb o'ylayman. Undaqda tövandagi itotda yana turmushimizga qanday voqealiklar bayon qilindigan? Birlikda ko'rib boqaylik. Qani, marhamat. Hoşkan, bu yerda vol so'ragandek u yoqdan bu yoqqa menga yurishsa, menga kulib qolmagansan. Kela qadar chiqma. Yaxshimi aka? Ha. So'zsam gapcha qara. Ha. G'am besib oldi. Qam besib oldi? G'am. Voy, yosh-yoshtirib nima g'am besib oldi-sena? Mushu mashina besib olgandan yo'qlab keldi adam baka. Ras. Tam besib olgandan yo'qlab keldi adam baka. G'am besib olsa hech kim yo'qlab kelmaydi ekan. Rostdan, ras. Barmisidan. Bildas qanday g'am besib oldi-sena? Endi ko'ngilda xotnamay qirg'andan maslahatimi degan gap bor. Lekin sen xotnamga bilan muhabbatni jiqtiqadi. Chaqimi deyman. Hadi, yo'q. Çak. Hem yeşil çoğun qara, kögünün jiq. Meni ishlarim bir maslahat ko'rsat aka bir. Voy shu demam safkab qoshiga maslahat ko'rsatma. Voy bilasan-ku anam bilan aylam o'tirishki xafalikni. Voy, shu ish bita. Sen bir erkak kishi bo'lgandan keyin anaqa bundan tushundimamsan. Voy jinim aka, men tushundimam dema. Men qarsam ana ekan, ayan qarsam xotinken, o'tirdi qarab tugilib turgan menken. Bu xafalikdan biroq qutlay deb xotinni qo'yib o'taydi, o'tirdi, endi bir bola ekan. Kam, hay. Xotinni qo'yib berma. Hozir xotinni bosib ketdi, keyin to'y qilmaysan. Hozir ketma. Endi bilsam-o, ras endi kunni xotna qilmaydi. Unisi xotnimi yavaş xotin. Ras. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum. Assalomu alaykum. Qaytiga miyongizlar, damg'ayim qamunchimi? Bu yerda uchish qiladi deb o'ylamabdi ekanman. Yomon yaxshi oldizmi? Endi menga yordam qilmasanglar. Men ish qildim endi og'indash kishimman. Voy adash, voy nima yordami bu, nima? Ey jinim atishim. Uyga pul to'lab etmasam, uy qo'limdan chiqib qoladi. Voy degina nima uy, nima puli bu? Biz anaqa maldigan o'rgilib olmoqsan bilasan. Ila puch ko'rgin endi. Bilmadim. X bir yilqa X qavat binasan maqsad go'sun. Aşımdan bir uyulaydigan. Bu yaxshisi, oladaş al. Eşimen. Aka, qara, vaqtida val. Bu yil evlib o'ttamsanmi kelajin süt bo'lsam nurlar. Shu olaydigan. Adaş alim o'rnimi yaxshi. Darhol elib ol. To'rt ko'cha qara, bazarga yaqin, maktabga yaqin, nima chiqib hammaga yaqin. Ala vaqtlar tizimga o'tib ketishimiz. Voy tufuma adaş xat berib tizimga chiq. Shu olaydigan. Voy shu al, ruxsat al. Pul yo'q. Pul yo'q. Voy. Hozir pul yo'q demsan sen? Ha? Necha kun oldin o'g'lingni xatma to'yini qilding-ku, nurg'un pul tushganda. Yo'q gapni qilmagan, qilmasam bo'pkan. Ziyon chiqdi o xatni to'yda. Voy, qanday ziyon chiqdi? Shuncha qadamni chaqirsam. Taq shunday yaqin og'aylarimizni chaqirsak, dastlabni qo'ymadi to'yga. Voy, bu Xudoyim bo'lsa bulimi to'y qila. Hech bo'lmaganda o'lib ketib, biz bormasmiz. Voy, bu yaqin to'y qildimi? Voy, sen yo'qmi? Voy, bu nimanda yasini pechet top ketdi desam, asl to'y qildim-da. Ash to'yga qancha chopan kendami Turkiyaniki? Ramazonlik chopanlar, ha? Muborak bo'lsin, adash. Meni bir shoshma pipat oldim ketib qolganman. Yo'q, men nomus qilsancha. Men bir el ag'ana olgandan keyin bir atal bag'an ezib qo'ysancha. Voy, men qamsin deb 3-4 vatdim qo'yaqni. Assalomu alaykum. Sen bag'ani berdim qo'y 4-5 kun oldida. 4-5 kun oldida? Ha. Qachonda? Voy, aldirash men kelsan-ku, munchiqmaqdim deb sopinlarni taraqib berdim shu chaqda. Voy, shu Tukam shu chaqda sen baqa qilding menga? Voy, ta'lim berdim. Shu chaqda mush kiyim batyapsam-da. Shu kiyim batya. To'xtab tut, bunda mush kelim bo'lmayman. Qara. Voy, bakan. Shu. Mush bo'lmasmi? O'qa qana. To'xtab tur, o'q baqay.
Assalomu alaykum, hurmatli men. O'zlarini 7-chislar shanba o'tkazilgan marhum Himit qori hojim, Sikinaxon buvim, Hikmaxon Xalfitin bilan Xansaxon Zasopazning o'g'li Elijon bilan marhum Sobiraxon qori hojim, Mukarram xinim ning qizi Melikizatning farzandi Yahyojonning sunnat to'y marasiga taklif qilamiz. Askartish, sovg'a salom qabul qilinmaydi. Naq pul olsa mayli. Aldığa pul işletiğinga 2 pul məhkəmin oltağızıb qoyduq. Şuları yazıb qoyun. Bombasa pulumuz inavətsiz. Amalba şəhşavı düşüvəlin. Bombas kəgidiniz hesab qılınmaydı. Oy, Müslüman. Bunu da bu atanın sırası olmadı ki bu kimdi de ben bilmey banattım. Atanısı anca avruğumağın kişini yazmağın geldi. Çok. Benim bir atanım arkasındaki atanısı gelmez. Benim atanım gelmez. Daha şaşırtıcı adamla balısı ben. Şu atanımın bize oğa çıka, bağın tuğa yerli, cıkoğa çıka. Şunu hemmisi ısmını yazsama toy adam cık kilemdeki de. Lekin ama o günüsü toy cık adam kelmedi şu. Ama tizilip ketken üstel, tizilip ketken orunduk, tizilip ketken say. Lekin şu adamla mı tizilmedi? Bu gemli kımbığına afgan. Dedem kelmedi ma. Karışkandak yağmur düşüp. Allah. Kazan kız düşürdü çoğu yağmur. Yaman ziyan bakın. Muşun dışarılık oğlum gelen xotundun gibi anlamagan günah üzemde. Şu sen tattım ben. Oy her katım xotundun gibi anlaytan muş katım demiş kanlımda. Şu anlamaptım ben şu. Xotun sana nima deganda? Bir şarapsız toy qildi desem urmaptım ben. O belan deb chiqan qo'y. Nemish qilmaysa? Sen nimani bilasan? Sen kichik olgan ekan. Ma aytishgan biz haq bor-ku. Mana aroq sharatda jitab ishkisan ichib olgan ekan, majlis qilgan haqmiz. Shu bir aroqni besib qo'ysam, 100 ga tashlaydigan bir 4-5 yuzdan bir ming tashlab ketadi deb qilgan. Allah. Hozir aksining hammasini yanchi xotinning qo'lidagi. Shuni olib pul tushmadi-da, ziyon chiqdi-da. Ishilib ketgan aroqning gibini qilmagan ham fikr. Aroq? O günüsü ne acaba aroq ichganda qilmadim-ku. Jenim fikam. Aslida yosh bolalar hozir asosiyatdan aroqdan qopdi. Lekin bizning ba'zi cho'ng peshqadamlarimiz aroqning tubiga dum tushdi. Voy! Buda o'tirib chiqib ba'zi cho'nglar peshqadamlar. O'sha biz yosh vaqtlarimizda o'sha sapal tovoqda ichadigan bo'lsak, vart qilib. Qarab. Da politika yosh bolaga o'tiraskan. Ishlarni. Deb o'zing bo'lsa kerak murasanlaydi-ku. Jenim aka, men ishcham emas. Mana hozirgi zamonning bolalari tarnik cho'ng bo'lgan bosh mejiq lingshiq bolalar. Davatgan taqib ishmay yaxshi qilsiz demay. Ular qara ishiyotdi, tov deyman. Ey, buni tamoq ichib qolsin, aroq ichib qolmasin demdiki. Ishiyotdi, pipada murma jaroqqa kelgandim, yetmay chavshida ichib jam bo'lib ketdi deyman. Chavshida qimmat ras. Va qarab bu ishidi, mas'ulmaydi. Men ular ichgan potlikisini sanab, potlikisini qarab men mas'ul ketdim deyman. Shunaqa ziyon bo'ldi-da. Ishqilib bir xotirjam tugaganda to'yning oxiri. Nima xotirjam tugaydi afkam? Aroq sharab tugan to'y deganda. Qanday bo'ldi? 4-5 yoz o'rib mushishib, bir mo'y taksmasini chiqib, sayrotabga tutishib o'zi yiqilib, boshini yerib, bir mo'y chidalib ketdi deyman. To'lagansan, joz ustalini to'lagansa, so'rangman to'lab. Voy, qanday qilding? Restoranchilarga atib qo'ydim. Nimada? Qalsang saypani chiqirib ketgan, jozani ko'taramay surib ketib turib olgan. Yomon taqvash. Yo, buni ustiga menda ahvoli qarab, menda loyiq qilinglar, men yanchi qarab qilinglar desam, mushti qilmasang olmaydi, boshqa tamg'i so'kanda muqimlik qilib qo'ydik qara. O'lchimi bor. Buni ustiga tep-tepaga sayni tizib etganmiz. Atobga o'zimiz pastga qilyapsan. Buni ko'ngil topgani yey desam, qoldi ko'mak bo'lgan deb shunday qarab ilayotgan. Endi chaqamiz. aka shunday qilib mana shu xatmi to'ydan tushgan pulga uydan birini evitay deb qo'yib. Yo'q, gapni qilmagin aka. Ziyon chiqsa davasam. Gugutdek puldan 38 ming qo'ygan desam, mana 9800 ga chiqdi. Nimaga? 70 ming chiqadi deb o'ylagandim. 9 ming bir uy kelamda. Skam shu 9800 ga 200 ga 10 ming qilib qo'ydim. Men kelishimlik sabab, avval uyga 30 ming pul to'laydi ekanman, oldincha keyin endi bir amal qilaman. Shu endi sen 60 ming berib tursang, sen 60 ming berib tursang, 120 ming 10 ming ketib oyga oldim deb to'laydi ekan. Voy biz, aka, bizni pul nima ish qildi? Va sen qara maoshing va unisi yaqinda maoshing o'sganda bizni bu. Nima aytaman, maoshim o'sdi. Maash bir qadam o'sgan bilan malbat ishga chiqib o'sgan hozir. Maash qachon? Malbat qachon? Onun
Koylik maaşlı. 1 kvadrat metr uy mükemmel olsa. Yemislik tuğan bu. Şu, kemisan tak tuğan. Uya bir bağımısan tak tuğan. 7-8 toyga vargan dikil resmi kaltak çıkan. Şu yakında ya toyga çok bağmaydıgan buldum. Nezirge verip Phuket mi geldik ya. Qara aka. Dadang chiqqan. Dadang loyiq puling yo'q ekan. Ha, pul topgan ala oyna canım kızım. Ya canım fıkam bu tapkan alaysan mı? Muduzun kapkalga işken. Voy pul yo'q, nima mo'di sana? Vay. Ya ben işkanlı bir pul... Qara, bir kaçın verip dururlar öyle olay. Manda qilib bo'lmasa, yana oldi pul yo'q akşam bilma. Bankini oldi tuğumdan ishlab qo'ygan sanduq var. Mana qilmasanglar bo'ladi. Adaş, uyzang bilsa bizdan aramızda bizni pul nima ish qiladi? Vay vay. Bu ağını degenne, ben de korip yigen olmaydı. Başında bir baş gün düşken eskatan bir de tutmasa, ondan kılıç ketmeyli. Ya. Adaş, bo'ldi öyle keyin al biz keyin yardım qilna. Hozir ma'nun ishni bir taraf qilib o'tili. Neymiş var ki ona? Defkamda. Men ishkilib o'qishmaymiz defkam. Her kanda deplim olsa bana ben özüm götürme. Her kanda iş olsa bana da akang bağı yöledisini. Pul ketmeydiğin iş olsa deme. Pul ketmaydi aka. Akallı ketdi da Voy, boshqa ish yo'q. Unaqa xotni tug'ibdi ekan. Nesa? Ana xotni tug'ibdi. Mani xotni tug'ibdi mi? Ha? Tuva! Nima bo'ldi? Hey! Seni xotni tug'ibdi mi? Voy meni xotim tuz bo'lmanda. Şuna başını yapmadan ava xotni qanday tuqqanda? Ne tutdu? Qo'shqi boso'g'amida? Ya, unda tutdu. Ha? Men tug'ibdi. Edem tutdu. Men bir dinozavr tug'ibdimi? Demedim, nima tug'ibdi? Aka edem dinozavr tuqmaydi. Qizma o'qalma deb so'moqsan. Ben kimse şu nima tug'ibdi? Qiz tuqqan o'xshaydi. Qiz? Olomat talibani mujma mal xotni qiz tug'ib qara. Xotni polisiya qilibdi mana. Qachon tug'ibdi? Bir 3-4 kun bo'g'a o'xshaydi. Şükür. O sen de bağımdın mı? Mushu bamidi anladım. Tuğudum kudan maketine. Hey! Ha biraz da bir iş tıkan basın bıçakı dım kulak mı salpa kulakında onu dinle falan da. Ha kurdun işine de tuttular kalsın. Ha bir öyle bir tılıp kulduğun şu. Ha onun üstüne bak kurdun işine bak tuğudunda kız yorganda. Ama arzu kıldığını. Ha özüm atanı sevmez belki onun yeri. Hey. Sen to'qpak qilma. Hey, Makara. Buning o'tdak bag'isi bor, lekin onasi bag'ilib qo'ymabdi. Neymiş ha? Ha. Shu anam balam xotinning to'qpog'ichi adam kelmaganda guldelab berib olsang, inoat olmaydi. 4-5 kun o'tkazib mana pocha oqsa ba deb boshladi. Kusura aksalık mı? Ya Allah, anam mı yaman kutun? Ha kutunun içikmez sebep var. Akşam ak kızdır hep. Ha pulunu tölep doktorkanın hesabını kıpağını içkiliye digimde o. Ay ya özümüz tülettik onu. Vay bilmem ben. Senin anan var mı? Şam'ın otu tukum pişirip yediğin kakbaş kutunu. Bu çoğunlar bir-biriyle eşimtal çıkışanmayatkan. Bir obdan daqdın başını balına toydu kıldı ekenmez. Toydu eken balı inak ötse tehi. Mandarak ötse tehi. Gep tabi ekenmez. Kuş balık köyünde de ben sana aşırıp kalıdı. Ras. Muş ballarımızı küyünemezde becat aşırıp onu bekti göltürap koydu eken. Canım aka, demisem bomba da kara rast kep kançada ak xotinimga anamdan azrak qo'saq kepki va. Shuningdan chiqqan ishmavi. Ah xotinim tug'sa anamning qo'saq ko'pigi bormi ekan? Ya. Bu gapni so'zlasam boshdan kelsin bo'ldi. Qaq uzun gapmi bu? Uzun Qaq gap. qiziqda qilib turib digina o'tirib anglaylar. Ma yo'l septirdi. Ma yo'l topa. Bu menda gap. Biz to'y qilgan chaqda ma oylimni yo'tkilma anamni keldi demasmi? Shu chaqda qudi ko'p salgan chaqda 2 qat ko'p samay 1 qat ko'p sep qo'yapti. Shuni anam qilib qudi ko'psin jaylab salaman deb qabulabdi. O ko'pnodiki miq qilib ketgan ma. Ayda qo'shga falan qaytsindiga. Qayda. Shuni anam uni qabulab o'tirsa bizniki anamning taqisining qismi da ijroqni chiqqinimiz va bütün chiqqanlarda raq qo'yapkan shu chiqqinimizning oldiga 1 kunlik qo'ygan sarjininki bug'da islayga tush chiqibdi. Ah raq qo'ygan xotin muxrik ekan degan to. Buni men bilmayman. Zavoddan da chiqib qolgan raq bo'lish kerak. Tugidim shunday qilam. Yo'q. Uy, Koreyaniki bo'lsa ko'p qismda debkin ma'no degina. Ya shuni o'ylam.
u onam qilib mening tuqqanlarimga chashqanlashgan to'shkiraklarni deb xabalabdi. Qiyinlab qilib bo'lgandikin, bu raqni biz o'zimiz to'qimagan, bizning sarij to'qidigan fabrikamiz yo'q. Bu da xalq pulini xajlab bozordan olganda lopayni tutib olmabkimiz, xapalashmasin deb gap aytibdi. Ya Allah, ya Allah. Ay olmuyor bu otoda siz kapıdan xotin gücüme bakın. Şu yana bak. Ha? Şöyle bu xabalıqni endi bezishtirib turgan. Oldin qaytdim, qiyin tamla bizning cho'ngoyga 50-60 mehmonlar boshlab betlab kelibdi. Necha? 50-60? Hammasi shuni tuqqunimiki ya. Aqalni Mahdiga vazirdan ijaraga kelibdimi? Hey. Qara. Bu xotin kishtigan obro'sparas haqashindar. O'sha malika urutgan hammasini guldi tufayda olib borilgan haq bu. To'g'ri. Shuning bilan ang bir uyda 50-60 chinni qachonmaydi. O to'yning oyog'ida turgan bir balaga ancha yerib uchib ketgan pichib qo'yaldi, sho'rib kelib qapti. To'g'ri afkama shu. A pichib qo'yirdi, mana qo'lni tutsa qo'ldan tushib ketmaydi, sirilib ketmaydi. Ya qachi yetmay ashla qipti deyman. Shuning bilan andiki qiynab uning qablab o'tib sho'rib go'sh kelibdi. Qarz go'sh mayliq. Qiynab qilib bo'lgandikin mening qandasini yuqori qiynimni mayva. Xudoim shuni bilib turib meni o'lsin deb qaslab, o'shda mayliq go'sh kelibdi deb uni qablabdi. Voy. Qachon tuga bizniki shu ba'zi o'rinsiz qoida rasmiyatlar, ha? Shundagilar zo'lab qishnab. Xuddi ilqi ishga tepsi o'tirdi qaga eshaksan deb baqaqliq mang'olar hozir. Raskam hozir eshakdek emas, urug'lab taqayda ko'p qolsa demiş. Tova, saq bo'lib deb bunga. Endi aska qancha uchu? Ha? Aylamdim ba. Va! Sening aylamga o'rdakda usul turib chiqib o'tanash kimga qiladigan. Shu anamning kuchi azroq g'ayibni qilib qo'yibdi. Mana qiladi. Ma'lumotda. Shu anam uchun o'zi vaqtida debdi, anlamabdi men. Anam mana deydi-chu, balam bu qiz ol deganda to'y qilishdan burun bir xil bo'ladi. A to'y qilib bo'ladi bir xil o'zgardi. Birin to'qis bir xil o'zgardi. A qiz o'z bir xil, o'g'il bir xil o'zgardi. Ammo ishkim turmadimi? Bo'ldi, ay shillangi meni bilsangiz sizga sizdan chiqmas qo'ydi deydi. Yo Allah, anam dadam boshqa qilib tikanda. Tam 5 yil o'tgan bo'lsa. shu 5 yil o'tganda qilib Tecrübesiz so'zlar. Mana hozir xotinim tug'di. 4 kun bo'lmayli kunda telefon qildi. Akam siz meni yo'qlab, haqni oldi, shat emasmi deb men buyruq so'qidan bo'lib oldi. Mana hozir xotinaldim, baladi qoldim, xotinamadan talab qoldim deb Yo'q gapni qilmagan afkam xotinaldim, baladi qoldim, xotinamadan talab qoldim deb. Men xotinim baturni talab qoldim mana. Mana Mashqdan gapini, ey, talab qilsizlar emas. Mana men. Qandasan? Menda xotin yo'q, uy yo'q, bola yo'q. Sen deganda xotin bor, bola bor, xizmating bor, kishi ko'simi uying bor, ha? Shu kichik uyning gapi shu. Qachonlar qarsam xotin ko'p so'zlagan, biz kichik yana o'tiraveramda manda deb so'zlagan ekan, hozir xotinning ko'ziga qaray olmaydigan bo'lib qoldim. Boshqa? Xotinning ko'ziga shunday qarsam jingda bo'lib qolgan telefondek manda oldigan bo'lib qoldim deyman. Nima? Jinim ko'psa o'ylab baqing. Endi xotin deydi. Uning degani to'g'ri. Men qachonishmish kichik uyda o'tirman, ha? Men sana tegib endi ko'yga raytim mushimmi? Mening yana bir do'stimning eri, o tarafga dach sapdi. Yana bir do'stim bor, yerdan 180 kvadrat kilometrlik uydan birini oldi. Yana birisi yerdan go'sni oldi. Uni qildi, buni qildi. Sen nima ish qilmaysan degan qara. Men dedim xotin, menda pul yo'q desam, haqdan eri pul topdi, sen nima topmaysan deydi. Qilishgandek, men pul topaysam, hammadan pulni tepib ekandiga madabdan pul qolmabdi. Ya bu pul degan nima? Men tallavazir tuzib qo'yib sotgan nima emas-ku u. Ras. Shuninglar qanday qilib yuratsandan? Shuni qanday qiladim? Tayoq yap. Ey, Qanday qiladim shu ishdan tushima? Menda qarab o'tirma. Bizning uyning to'ki lap o'chgandiklar. Shappi kirib olaman. Qarab xotin uxlagan bo'lsa, yerim shu ko'p uxlayman. Az qo'lib jiqib qachima. Biz bo'ldi ham jandashlik qilib oldim mashaqlar. Lekin to'ligan chata qo'lda qara. Qara, to'sam to'p lap o'chibdi. Xotin uxladi deb asta ich. Shundan qarsam oldimda bu soat odamga xotinim turmanda. Yana yerga ko'p ketdim. Tutilib qoldingmi? Shuning bilan shu uyni oldigan bo'ldingmanda? Va shu olaydidan bir 60 ming ko'p bertash o'ynay olay. Unda esim sap qo'ydim. Astag'firullah, yana pulga keldim. O pul bo'lmasa nimada qizlaysa edi. Voy. Ey! Mani ishtirishmaysa pulni beraman deb xotirjam bo'la shuma. Manfaat yaqinda keladigan bir pul, boylik bor. Shu yerda qanday haydayman oldinglar taraq tashlab qo'yab. Ya adaşay, biz aloqada bo'lgandan keyin bir digina, ishimiz tang bir boy bo'lib ketdilar. Ishqilib, uchat ko'nglim to'q. Yaqinda menga bir boylik bor. Adamni jitlashtirgan digina aka. Magitni haqi demagan og'zingizdan chiqib qolmasin, ha? Hech kimga demaymiz.
Yok yok. Kaçı degene? Edem yok. Mıç üç cihetli pilkadalığa ko'nglim to'q. Birinchidan bir ishga oldi kunda sol qopqim tatida. Voy yaxshi. Haqning sol qopqitasi yarishdi degan gap bor. To'g'ri. Oh bro! To'g'ri. Ikkinchisi. Mush ikki oldi qara. Kunda alqıным kuchishidi. Alqınımni oldi qashlayman. Berkat kel, mehnat kel, berkat kel, mehnat kel, berkat kel, mehnat kel. Suyib bitdim qara. Üçüncüsü degene? Üçüncüsü 5-6 ay oldu. Kunda shunda olib uxlasam, uxlab bo'lguncha shu sap po'qli jeyim. Her po'qning tepida po'q. Ishqi po'qning ichida uzib yurayman go. Bu şu anlatan po'q degan boyliqmish. Uning ustiga bu chush ta'tilga menga deydi-chu. Voy po'qni yersa, sening ishing o'qimadi. Sen yaqinda hojatxonachiga o'xshaysan aka. Sen aş po'qdan pulni qilganlik katta jo'nsho qilib xotirjam o'tirib. Ishkim ishirishmatsa, ha? Qarab turish. Bu patnikunda keladigan menga ish qilib tutmas bir po'q bor. Nima, boyliq. Şu qanday qaydaymanki? Qara aka. Sen şu tushuntirgan po'qlarni setib pul topgancha biroq alav yaqni. Isip. Aqasingga dardimni gapiribdimi? Ey, Xudoyim bir saqasingning beshiga bir dad gap qilashmi? Shot ko'raman. Hey! Senin derdin dertmi ha? Ben sana desem, derdin şoğucuğu bende. Desem? Ben de gelip öyümü yok, hudum mu yok, balımı yok. Bana ben yiğit olsam boyta. Ne koysam söz verdi ya? Xotin deganda bunda oson bo'ladi uni. Ey, xotin degan bekor kelmaydi, men vujudini taqatmaydi alg'anim u. Ay ben şu olayda attım ha. Karas, yakında bir kızla tanışıp kaldım kara. Bo'lar ekasi. Ne desem? Sen kızma konuştun mu? Ha? Kaçan! Oy iş yaptı oldu ya. Ne oldu ya? Yana konuştun mu? Oy mıdak. Ne çıkıp bakalım yarı salımız olmuşsa ediyordunuz ne? Korkmayacağım konuşuyorum şu an. Hem de Ciddileşme aka ovozim bo'g'ilib ketdi. ben durursam sana ne tok etti? Ha digine kendine. Ha? Hem de o kızına kadar çıkışıp kaldım. O kızımı tigey dedim ben bu çöpeli kıbaydı alay dedim. Lekin atanızdır yaman. Şerti şükür ki. Xudo şükür edim bo'lsa ha. Şerti? Ne şerti var ki? Ben sana desem. Bu 20-30 yılları o'qituvchi tegish bu ekanmish. 1900 ha. 50 yılları emgak memorisiga, 60 yılları askarga, 70 yılları nimaga? Şopurga. 80 yılları bunda instituti var, kesak loyinchisi var, laboratoriyasi var, apiç balığa. 90 yılları sodigaga, bak 2000 yılları davlat xizmatchisiga. Endi mana bak 2010 yılı uyi var, mashinasi var, puli var, yigitlik tegish mudov ketibdi. Hey! Bunda qarsam senin bu şartdan birisiga bir şartım tushmaydi ki. En yaxshi o'lib ketdi. Unda deb ko'ngil g'azalamaydi. Hozircha jamiyatimizda xili ko'p qism ota-onalar, xili ko'p qism qizlar bor ekan. Ular yigit deganning uyi, mashinasi, xizmati, maoshi bo'lsin mayli. Lekin yigit degan tirishchan, axloqli, iymonli bo'lsa, bizga shu kifoya edi. Diyanetlik ha? Toprak. Magibni yaxshi deb safka. Voy, men dedim aytadigan qiz bo'ldi deb. Ama maşetga ben chiqqan ekanman ha. Chiqqan ekanman. Sen beni zanı kılıvatsa, bizim neçi vaxtımızda bir terek çammatmadı, açmış olsun pul taptık pul. Pul taptın mı? Ha. 60 bin koy bir tıra uyuyor. Hey, daha bir kurtulmalar pul taptı. Nima? Az olsun bir şalik içinde kış bir köy pul taptı. Şale? Ha? Şale alamsan? Ha? 95 yıl şalisini bir değişip koydu. 3 bin koyga, tek bir yıllık boşluğu var ki. Ne tutuyor lan? 95 ne? 2095 mi? 95. Sen o maşında heydemsen ya. Tüccarın çıkarmışsın kendine bakamsın. Bu şertte maşinası bulaş gerek depti. Mançincinin olsun, markası manda olsun, pulu manda olsun demepti. Demek şalay olsun maşinası var degen gap. Maşin neydi? Mansak pulu var de kürdümüz. İşki şert hazır oldu. Hep üçüncüsü anam buradan bir tırıştırmış, kaz kılıp olsun bir öy yapıyorsa, kodun ne kelip asaklı. Oşçu. Men müşçü, oilam qarab qiz olamak tezmi deb tikema. Va sen qarab o'g'il olamak tezmi deb qoldingizmi? Rafkam! O'g'il olmak himidan tez. Ha. Bu o'g'il degan çok qilib nushin yashaydiganmiz biz. Nima qilib?
Sen oynat bakayım. Bir oğaval tuğuldu dünya hoş oldu kendine. Ras? Oğaval tuğulup olgan diken oğaval çıkırsa. Ha? Çıkırma koy. Oğaval diken çıkırılmaydı diken. To'g'ri. Oğaval çıkırsa. Ha? Çıkırma koy. Oğaval diken to'ldirsilmaydi diken. Ras. Oğaval çıkıp çıkırma koy. Oğaval diken çıkırılmaydı diken. Çıkıp oğavalından derken. Biçar oğavallar işi bağırın. Ey biçar oğavallar. Nimi diken caka kesler. Ras. Bu kızlar degan yig'laganda yig'lab kulgani kular ekan. Biz ya yig'layolmasak, ya kulanmasak. Biz qanday vaqt yig'laymiz, qanday vaqt kulamiz. Bizchi ash o'lim bo'lgan chaqda jinoza ko'tarib men yig'lamizmikin? Vay mana sen tur deb yana ishimizni yig'laymiz. Biz xotin sho'sam yaxshi-kan, ha? Puli bor odamga tegmas, asli boyib ketdi-kan. Ras. Bu shu xotin shunmoqmi, shunmoqmi taskejima? Fikam hozir vaqt hammadan odam bo'lmoq tez. Ras, bu kimning dadi yo'qdi? Kimning dadi yo'qdi? Mening beshimdan bir men chiqapiliq, mening beshidimi, aning besh. Fikam bo'ldi, mana qildi. Bu yo'qishqa boshqa tomon qara. Ma vaqt o'tib ketibdi. Sen g'apchini berib, bolani bir ko'rib keladigan jo'q. Aka, meniki Mika. Ashta qilib fikam. Xotinni bir ko'rib kelaman qo'shilib ketay. Va aka men basam, biroz ko'rib qolib, anam deb qo'shqapiliq. Hech kim ko'rmaydi. Bu da bor. Xotin bir men degan gapni dajmo. Qa gapni? Men sen akam-ku? Ha? Men nima desam shunday Ha, o data. Xotinning mana ota-onalarning qo'liga qilib baqaqma. Real ham emas. Unda bo'lsa sen berib xotinga o'chib birinchi ulab, ota-onasi menga 60 mingga qazib turgan gapinda. Na o'ynay olay. Jibimda qizimga aka. O'zimda dazmi menga. Hey, bu yangi to'y qilgan do'stlar pulni nima qildi? Bu qanday qanday pul deb beradi hech bo'lmay. Shu emas, chatmas nima nima. Dash, voy, fikam beriver chiqsin. Menga yo'raya. Beriver jo'q. Qachini berib kelar? Mana. Hey! Doktor xonim atrapda. Uni bilma aka. Men onamni balam, nima ailimni balam shuncha ko'rgim bor. Lekin nima degan bilan onamdan bir so'rab baqayman. Mag'ana, laqma mag'ana. Jin mana parnikcha bo'lgan degan mana shu. Sana bergan balani o'rganishim kerak. Necha? Shupay. Uni o'siga men sen bana so'rab qoldim, bo'z pulni solmaydim. Meni to'yimga hech bo'lmay 50 ko'y ketib qara. Endi onamdan pul so'rayman. Sen o'xshamaysan qara. Sen uni o'siga al-ag'in degandan 5 kunchisi qarab turmaysan. Sening qo'ling kangradash, qo'ling uzun uni o'siga. Mana qildi. Aningga men 60 ming ko'y deb qo'ydim, ko'nglingga kammisan. Ay sen men seni 60 ming ko'y deb hijilmoq qilmay, biroqli 120 ming ko'y bertira o'ynalayman. Oy canım adaş, mende rastlı pul yok, özün bilirsen. Sende pul var, unutib qopsan. Xotinlardan pul bor. Estağfurullah. Oy, o pul, azgını pul. Özün oylab bak. Hazır men bilan tanglaring 2dan bola so'p bo'ldi. Xotirjam bo'l, men o'ynalib olsam, sen 3 bola so'p xotindan bir bamini olib o'tkazib Hey, sen özün bir erkek çağlamsan, ha? Oy, ben numus qilsanmamda. Nima numus qilaman? Sen oylab bak. Sen degan bir davlatning xizmatchisi, bir oilaning egisi, 2 bolaning dadisi. Mushunda turib anglasam, kunda haqdan pul solib ekansan. Kechki ishlab qimoqlar ekansan. Qimamasa, degan dudiju. Voy, ashuna qimoqqa kirdi. Men sen bilan o'xshash xizmatchilar tirishib, hisob qilib, egiz birodar o'ylab xotirjam o'ltiribdi. Voy, bo'ldi qilay, pul so'rab qo'ysam, menga mana dash deb ketgan nimaning. Sen bamisan buni pul topolmay deb o'ylab qoldingmi? Dadamda pul bor mening. O'tgandan 5 qizlik uyini setib, 3 qizlik uyib bergan menga. Xotirjam bo'l. Dadamga deyman, dadamda pul bor. Voy. Sen de so'raychi, dadam pul olaychi. Hey, bichar ota-onalar. Bir bola tug'ing, cho'ng qiling, o'qiting. Pul xajlab ish qo'rlashtiring, to'yni qilib qo'ying, uy epiring, navrisni beqib turing. Bichar ota-ona degan bir kang'o, ha? Qani ko'la, qanchalik ko'laysa. Lekin tugamaydigan kan yo'q. Anam yana unutmadı beni. Dadam da pul yaptı. Men bir erkek bo'lgandan halal ishlab pul tepib, uyni, xotinni o'z kuchimga taynib olay. Kelgusi bolalarimga ulgu bo'lib qolaman.